Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. O'zini rasmiy litsenziyasiga ega Hikmat Travel rasmiy ofisiga kelganmiz. Bugungi kunda hozir 14 kunlik safar davomida Saudiyaga borib ziyorat qilib kelishlik va umra ziyoratiga borgan insonlar videoda oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Narxlarini videoda boshida aytib o'tib ketamiz. Kimga ma'qul bo'lsa sharoitlarimiz, narxlarimiz bir qator telefon qilib, yana qisqa ma'lumotlarni operatorlardan olaverasizlar. Hozir pastda nomor qoldirib qo'yamiz do'stlar. 14 kunlik safar davomligida nimalar qo'shilgan va nima qanday xizmatlar bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda 14 kunlik safar davomligida necha xil paketimiz bor? Faqat 14 kunlik standart yoki standart plus maxsus paketlarimiz orasida sharoitlarimiz qanday bo'lyapti? Ota-onasini jo'ni yaxshi niyatda yurgan insonlar Ramazon oyiga oilaviy birga boraman deganlar uchun 15 kunligi ham bor yoki 1 oyligi bormi? Shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz bu qator obunachilar bilan salomlashib. Bo'ldi. Xudo xolasa, assalomu alaykum yana bor. 14 kunlik paketimiz O'zbekiston bo'ylab hamma 6 ta viloyatimizdan hozirgi paytda reyslarimiz qo'yilgan. 6 ta viloyatga endi qaysi viloyatlar kiradi? Bu qator shuni ham aytib o'tgansiz. Telefon qilib joyini band qilaman degan insonga bu qiziq. Bu 6 viloyatdan reyslarimiz, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan, Toshkent, Samarqand va Termiz shahridan reyslarimiz qo'yilgan. Xudo xolasa, bemalol o'sha O'zbekiston bo'ylab, nafaqat O'zbekiston bo'ylab, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiyadan ko'p davlatlardan bemalol telefon qilib, ya'ni onlayn orqali aloqaga chiqsalang bo'laveradi. Joylarni demak siz aytgan misol ofisga hamma joyda viloyatlarda ofislarimiz bor, lekin musofirda yurgan uzoq masofadagilar onlayn joyini band qilsa bo'laveradi. Albatta. Talab qilinadi, nima talab qilinadi birinchidan? Birinchi o'rinda o'sha qizil pasportni o'zi yetadi, ya'ni Zagram pasportni o'zi bilan albatta o'sha nima qilsa joyida nima qilsa bo'ladi. Rasm holatda skaner orada tashlasa bo'ladi. Albatta. Viza bileti mana shu tashlaganda kunidan yoziladi. Ha, kunidan o'zi yozib, o'sha tayyor qilib qo'yiladi. Kunini o'zi tanlaydi. Ha, kunini o'zi tanlaydi. Yo viloyatini yoki Toshkent yoki Farg'ona yoki Andijondan. Hozirgi paytda 26, 27 chislalardan inshaalloh nimalarimiz bor. Biletlarimiz eng yaqin kunlarga, keyin Ramazon oyiga, undan keyinroq ham xudo xolasa biletlar qilib beriladi. Ramazon oyiga necha xil paketimiz bor va necha kunlik? Ramazon oyiga 14 kunlik, 21 kunlik va 1 oylik paketlarimiz bor. 1 oylik arasi oilalar yaxshi ekan. 21 kunlik ham bor demaydi. U necha pul narxi 21 kunlik? O'rtalarida 21 kunlik narx o'rtacha $1200 hozirgi paytda, 14 kunligimiz $950 boshlanadi. O'sha 1950 ekonom paketimiz va standart paketlarimiz $1020. Endi har xil, misol uchun deylik, undan tashqari oilaviy boradiganlar bo'lsa, ozgina chegirma ham qilib beriladi. Bitta oiladan 5 ta 6 bo'lsa, oilaviy paket hisoblanadi, chegirma qilib beriladi. Toshkentdan uchadi, Farg'onadan, Andijon farqi yo'q. Hikmat Travelda rasmiy 50 boshlar birgalikda hamrohlikda ketiladi. Xuddi shunday. Ziyoratda misol Farg'onadan uchyapmiz biz. Farg'ona, Madina yoki Farg'ona, Jidda bo'ladi yo'nalish. Ko'proq Farg'ona, Madina bo'ladi yo'nalishimiz. Xo'sh, keyin Namangandan Farg'ona, Namangan, Jidda, Namangan, Madina 2 xil reysimiz bor. Xo'sh, endi Andijondan har xil, ba'zi bir paytda Madina, ba'zi bir paytda Jidda bo'ladi. Endi telefon qilgan inson so'rashi mumkin-da, Madina yo'nalishida qilib bering yoki Jidda yo'nalishida qilib bering. Chunki borgan inson bu yo'nalishda biladi, qaytishi ham xuddi shunday bo'ladi-da. Qaysi misol Farg'ona, Madina borsa, Madina Farg'ona yoki Andijon qilib qaytib keladi. Xuddi shunday qaytib keladi. Shu yo'nalishni tushungan inson telefon qilib shu narsani so'raydi. Qaysi qulay, kimgadir Jidda qulay bo'ladi, kimgadir Madina qulay bo'ladi. O'sha qaysi biri qulay bo'lsa, o'ziga ma'quliga inshaalloh qilib beramiz. Endi ziyoratgohlar birinchi borgan insonga bu albatta bunisi qiziq. Madina Munavvarada Ravzaga olib kiriladimi? Ziyoratgohlar 50 boshi birga hamrohlik qiladimi? Ramazon oyiga odam ko'payib ketadi. 50 bosh tashab qo'ymaydimi? 50 bosh xizmat qanday bo'ladi? Makka mukarramada necha kun bo'lamiz? Mehmonxonamiz masofasi qanday? Madina Munavvarada biz birganimiz 250, eng uzog'i ham 300 metr bo'ladi. Shu tariqa shu haqida ham qisqa ma'lumotni yetkazib bersangiz o'zingiz. Xo'sh, o'sha Madinada o'rtacha 250, 300, 400 metr atrofida bo'ladi. Xo'sh, keyin Ravzaga ham inshaalloh olib kiramiz. Xo'sh, keyin xurmo bog'lariga sayohatlar bo'ladi. Xurmo nimasi, choyi. Mana Makka shahrida, o'sha Makka ichi sayohatimiz va o'sha Qizil dengiz sayohatlari o'sha nimalarning ichiga qo'shilgan. Erta ham 50 yoshi o'zi bilan doim yuradi. Doim nima qaraydi. Unaqangi hozirgi paytda
malakasiz 50 yoshlar olingani yo'q, faqat malakali 50 yoshlar inshaalloh o'zini oilasiga qanday xizmat qilsa, xuddi o'shanday xizmat qiladi. Ko'p yillar davomida ishlab kelayotgan liboslar biriktirilgan har bitta gruppadan. Xuddi shunday. Boray insonini ota-onasi yoki o'zi boraymoqchi bo'lsa, to'lovda operatorlar tushuntirib beradi. Albatta, Masofadan to'lov ota-onasini misol Germaniya, Amerika yoki Rossiyadan jo'natayotganlar to'lovda misol operatorlar telefon qilsa, mana shu holatda ham to'lov qilib bersa bo'laveradi. Albatta. Rasmiy o'zini litsenziyasiga ega Umra ziyoratiga jo'natmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Hikmat Travel'ga murojaat qilishinglarni bemalol so'rab qolamiz. Telefon qilib, qo'shimcha ma'lumotlarda operatorlardan olsanglar ham bo'laveradi. Qora aka, qarang, u yerda keyin qo'shimcha xizmatlar, misol ko'plab joylar yana ziyoratga boraman desa, 50 bosh bilan birgalikda borib, Toyib shaharlarini ham ziyorat qilib kelsa bo'laveradimi? Albatta, albatta. Bir kun biriktiriladi, avtobus xizmatini kelishilgan holatda olib borib kelinaveradi. Albatta. Misol unaqa отказ qilish yo'q. Yo'q, отказ qilish yo'q, xohlasa. Ziyoratchilar borgisi kelsa, oldin borganlar yana borgim kelyapti desa, Makka Mukarramaga olib borib ziyorat qilib kelinadi. Do'stlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Kimda qanaqangi savollar bo'lsa, videoni qisqa qilamiz, qoraga telefon qilib, operatorlardan yana qisqa ma'lumotni, to'liqroq ma'lumot olib, joyini band qilib, qaysi kunga reysimiz qolgan bo'lsa, bugundan keyin videoni ko'rishsa, shu kunga bemalol joyini band qilib yozib qo'yish kerak. Albatta, xohlasa. O'zingiz xizmatda bo'lasiz. Aeroportda Farg'ona, Andijon, qo'ldan kelgancha o'zingiz aeroportda turib, Albatta. yozdi-chuzdi qilib jo'natyapsiz hozirgi. Xudo xolasa jo'natyapmiz. Bemalol ishonchli litsenziyalangan firmada bormoqchi yoki jo'natmoqchilar aloqaga chiqib, ota-onasini yaxshi firmada, ishonchli firmada jo'natadiganlar. Videoda oxirgi ko'rganinglar uchun rahmat. Bitta like bosib, albatta telefonga aloqaga chiqaverasizlar. Bormasanglar ham qo'shimcha savollar olish maqsadida telefon qilib qator so'rab qo'yaveramiz do'stlar.